Toshkent City bulvaridagi 100 kvadrat metrlik xonadonimiz ta'miri bitdi va men sizlarni hozir u bilan tanishtiraman. Shunday eshikdan kirishingiz bilan chap qo'lingizda sizda kattagina shkaf bo'ladi. Undan keyin birinchi bo'lib chap qo'limizda zal bo'ladi. Ishdan charchab kelganingizdan keyin stresslarni unutishga xuddi shunaqa yorqin rangdagi zal sizga kerak bo'ladi. Bemalol bu yoqda dam olishingiz mumkin. Undan tashqari mehmonlaringizni bemalol bu yerda 6 kishilik stolimizda kutishingiz mumkin. O'zingiz ham oilaviy bu yerda ovqatlanib o'tirsangiz bo'ladi. Va ishdan charchab kelgandan keyin albatta telefonda o'yin o'ynaysizmi, televizor ko'rasizmi, mana bu 360 gradusga aylanadigan divanda bemalol mazza qilib dam olib o'tirsangiz bo'ladi. Bundan boshqa mягкий divanlarimiz ham bor. Va albatta ko'rish uchun kattagina 65 tali televizor ham o'rnatilgan. Patologdagi tiagalarga e'tibor bering. Ushbu tiagalarni o'zimiz individual gipsdan tortma qilganmiz. Devorlarimiz attachentodan qilingan. Odatda ko'pchilik patologga vada emulsion ishlatadi, lekin biz hattoki patologni ham attachentodan qilganmiz. Ta'mirlash jarayonida biz uy egalariga polni toshdan qilish taklifini berganmiz. Shundan so'ng pol qismida qimmatbaho toshlardan foydalanilgan. Bu yerda eng zo'r joyi bu yerda o'zini balkoni bor, kattagina balkoni. Yuring, endi kuxnyaga kelamiz. Keyingi tochkamiz kuxnya bo'ladi. Juda ham shinam, ixchamgina qilib ishlangan, hamma udobstvasi bor. Rakvina 5 xil pozitsiyada yonadi. Undan tashqari bu tarafga posudomoyka qo'yilgan. Ayollarimiz uchun juda ham qo'lni yengil qiladigan Hoffman brendidan gaz plita, duxovka, mikrovolnoviy pech. Undan tashqari mebelni ortida xolodilnikni skriti qilib o'rnatib berganmiz. Har qanday ayollar orzusi bo'lgan bu kuxnyamizda hamma оборудование bor. Undan tashqari idish tovoq qo'yish uchun javonlari ham yetarli. Hoffman brendi bilan yillar davomida hamkorlik qilib kelamiz. Shuning uchun ham ular bizga texnikalarni chegirma asosida taqdim etadi. Bu chegirmalardan biz aslo foyda ko'rmaymiz, barchasi faqat mijozlarimiz uchun. Stolishnitsiga ishlatilgan toshga bir qarang. Bu oddiy tosh emas. Bu eng qattiq, eng bardoshli va qimmat toshlardan biri. Uy egalarining istagiga ko'ra aynan shu materiallarni tanlab, oshxonaga premium darajadagi ko'rinish berdik. Eshiklarimiz MDF krashenli qalin materialdan ishlangan. Oshxona mebellari ham MDF krashenlidan tayyorlangan va bloom mexanizmlariga ega. Keyingi xonamiz umumiy sanuzel. Bu sanuzel juda ham udobniy, kompaktniy, minimalizmdan foydalanilgan. Kirib kelishingiz bilan chap qo'lingizda kirmoshina qo'yganmiz. Uni tagida ham tortmalar mavjud. Javonlar sochiq yoki bo'lmasa boshqa narsalarni qo'yishga. Tepasida ham javon bor. Dush kabina minimalizmda eng yaxshi oxirgi texnologiyadagi smesитель qo'yilgan va bide albatta va osma unitaz. Osma unitazga mexanizmi devorning ichiga qo'yilgan yaxshi mexanizm. Bemalol og'ir beslarni ham ko'taradi. Uni tepasiga sochiqlar qo'yish uchun yana bitta 3 qatorli javon. Va albatta eng e'tiborli, menga yoqadigan joyi oyna. Bu oyna gradus ko'rsatadi, soat ko'rsatadi. Bluetoothdan ashula qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol o'zini abagrefi bor va podsvetkasi bor va osma rakvina. Buni ham o'zini tortmalari bor. PVC materialdan ishlangan juda ham baquvvat. Keyingi tochkamiz bu детская комната. Ikkita farzandingiz uchun juda ham kompaktniy va uyutniy xona bo'la oladi. Hozirgi eng oxirgi trendda bo'layotgan mokriy asfalt va seriy rangdan foydalanilgan ikkita kravati, ikkita tumbuchkasi, svitilnik qo'yilgan va albatta dars stoli. Mana shunaqa ajoyib dars stoli bor. Mana bu yerda kitoblarni qo'yish uchun javonlari ham yetarli. Bemalol ikkita farzandingizga yetadi. Ikkita tortma qo'yish uchun qator. O'zini svitilnigi va bu yerda ham kitob va boshqa narsalarni qo'yish uchun javonlar. Va albatta kiyimlarni ilish uchun shkaflar. Va tepada ham javonlar bor. Va albatta har bitta xonaga konditsioner qo'yilgan. Keyingi xonamiz родительский spalni, ya'ni kattalar xonasi. Bu xona menga juda ham yoqdi, kompaktniy, ranglar uyg'unligiga bitta qarasangiz bo'ladi. 2 kishilik kravat, o'zini teksturasi bilan va javon. Javon xohlaganingizcha bor, hamma narsangiz bemalol ketadi. Qaysi kiyimimni qayerga qo'yaman degan narsalar yo'q. Undan tashqari mana bunaqa mexanizmlar qo'yilgan. Kiyim ilish uchun bo'yingiz yetmasa, bemalol mana shu mexanizmdan foydalansangiz bo'ladi. Va akkurat yana joyiga qo'yib qo'yasiz. Va komod, albatta ayollarimiz sevadigan komod, o'zini podsvetkasi bilan va o'zini tumbuchkasi, kichkinagina. Lyustraga alohida e'tibor berasiz. Bu alohida mavzu.
Va albatta kechki hordiq uchun televizor 43 talik. Va albatta родительский spalniyada nima bo'lishi kerak? Sanuzel bo'lishi kerak. Sanuzelimiz ham minimalizmdan foydalanilgan, lekin juda ham kompaktli. Dushovая kabina, premium смеситель, osma rakvina, bu yerda ham xuddi shunaqa ashula qo'ysa bo'ladi, abagrefi bor, o'zini podsvetkasi bor bo'lgan oyna, unitas. Bu yerda faqat bide yo'q. Osma unitas va o'zini javollari. Juda ham kompaktli, zo'r qilib ishlangan. Hamma xonamizga gilam solingan. Agarda mehnatimiz sizga yoqqan bo'lsa, sizga ham xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Sav Building jamoasiga murojaat qiling. Aytgancha, xuddi shu xonadonimiz, bulvarda joylashgan xonadonimiz arendaga beriladi. Arendaga beradigan insonlarning nomerini pastda yozib qoldiraman.